Xudo xolasa mana o'tayotgan mashinamizga ham adashmasam yetib keldi. Mana Zikr 007. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana 4-4-007 Zikr ochgani keldim aka. Ha, keldingizmi o'sha? Keldim, mashinangiz orqasidaman agar shu yerda bo'lsangiz. Ha, videoda chiqadi men. O'sha dedim. Hozir. Ha, bo'ldi, chiqsa aka, ochib yuboraman. Ha. Xo'p, aka, rahmat. Tonirovka. Bu qizig'i stakan turganda ichidagi tortadigan ruchkasi ham. Pulti qatda ekan, mana xatga qoldirgan ekanlar. O'rtada turgan ekan pulti ham. Agar ochishga qiynalsa, pultini o'zini olar ekanmiz-da. Bularga ishonch yo'q. O'zi ko'p chaqirishadi aka. Pulut ichida qolsa, quflanib qolaveradi. Kaprizda ishlangan mashinada edi. Ya buni ish rasman. Ha, oynani ishirganimizda bu yoqqa chiqadi-da. Bu yoqqa chiqadi. Mana ramkadan bu yoqqa chiqadi-da bu. Quflab oching, agar mabodo ochmay qolsa, ant boyga men tortgan joy ochib yuborasiz. Ish qilayman. Bering. Belim og'rib zo'r o'tirib turibman. Mana bismillahirrohmanirrohim. Menga chuqurlik qiladi, o'tirib turishim rosa qiyin. Ha. Hop. Mana bossangiz eshik ochiladi. Hop. Bular teskari ekan, mana. Pastga qilsa tepaga qilsa pastga tushar ekan. Zavat ham bo'lib turibdi bu mashina. Zavat ham bo'lib turibdi. Ha, sraz zavat bo'lar ekan-da ochilgandan keyin eshigi. Yo'q, boya zavat bo'lib turgan. Ochdi. Ochildi mashina. Bo'ldi, ishlayapti. Hammasi, ha, xudo xolasa. Bismillah. Qaysi ochadigan narsasi qayerda ekan? Boyagi tortgan narsamiz mana bu yoqqa qarang-chi. Ichkarida, ko'rdingizmi? O'shani tortish kerak edi tepaga. Yashirib mamtga qo'ysa emas. Ya'ni ichkariga qilganda, mana ham qattiq. Ha, artsa ketadi, izolentani anaqasi tushib qopti, dog'i. Va salfetkada artib tozalab beraman. Yo'q, bo'ldi, o'zimiz olib qo'yamiz. Lattada emas, salfetkada tozalab olish kerak iloji boricha. Ha, bor, tozalab beraman. Xudo xolasa, mashinamizni ochib oldi. Endi sekin ketdi. Xudo ham ana xursand bo'ldilar, eshiklarni ochib sekin tekshiryaptilar. Xizmatlar bo'lsa aloqadamiz. 24/7 aloqadamiz. Yunusobod atrofiga uzoqdan usta chaqirishi shart emas. Mana menga o'xshagan ustalar Yunusobod atrofida juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Qo'rqomi Qo'ylu tarafdagi ustalarni chaqirib qo'yasizlar. Qo'yluda ishlab yuradigan mashina ochadigan elektrik bollarni Yunusobod, Olmazor, Mirzo Ulug'bek tumanlariga chaqiryapsizlar. Mirzo Ulug'bekning o'zida o'zining ustalari bor. Yunusobod tumanining o'zida ustalari bor. Menga Olmazor, Yunusobod, Mirzo Ulug'bek, Shayxontohur chegaradosh tumanlar bo'lgani uchun men asosan 4 ta tumanda ko'proq yuraman. Bizlarni kuzatayotgan patlichiklarning orasidan uzoqroqga chaqirib qolsa, Qo'yluga ham aytib bo'lmasa o'shalarga ham aytaman. O'sha atrofda o'z ustalar bor. Xohlasangiz nomerini beraman, Instagram yurg'izadi. Ishini ko'rasiz, gap so'zini eshitasiz-da. Yo'qsa chaqirasiz, chizib bitkazasiz ham yo'q aka, o'zingiz keling. Kutaman deyishsagina borib ularga xizmat ko'rsataman. Bo'lmasam juda ham kamdan kam boraman men. Asosan mana shu 4 ta tumanning o'zidagi qulflanib qotgan mashina, kimlardir zaradkasi tugab qotgan mashina, benzin asosi alishtirish kerak bo'lgan mashinalarning o'zi yetib ortadi bizga. Bizga hamma Toshkent shahar ichiga u boshdan bu boshiga yugurib yurish shart emas.
sizlardan iltimos, mana shu Yunusobod atrofida turadigan, sanab o'tgan tumanlarimda turadigan tanishinglar bo'lsa, iltimos tashab qo'yinglar shu videolarni ko'rib, podpiska olib, xizmatimizdan foydalanishsa bizga ham yaxshi, ularga ham yaxshi. Bizga yaxshiligi uzoq joyga bormaymiz. Ularga yaxshiligi vaqtdan yutishadi, pulidan yutishadi, puli arzon bo'ladi. Yaqindan usti chaqirganinglarning hisobiga